Bir qiz SMS yuboribdi. Profiliga kirib qarasam, yoshi 20-22lar atrofida. Ra'no opa, menga 2 og'iz motivatsiya bering, hayotim o'zgarib ketsin, charchadim. O'zi qisqagina SMS, lekin diqqatimni tortdi. Va fikrimni ko'pchilik bilan bo'lish niyatida shu yerda qoldirishni xohladim. Bizni xatoyimiz mo'jiza sodir bo'lishini kutib yashashimizda. O'zi doim umrimiz tinch, osuda ketishiga intilamiz. Unda og'riqlar bo'lmasa, haqiqiy oromni, ajralishlar bo'lmasa, yangi uchrashuv imkonini, yo'qotishlar bo'lmasa, ega bo'lishlik lazzatini biz qayerdan sezamiz? Hayotda iztiroblar bo'ladi-da, kimni umrim bir tekis o'tibdi. Yaratgan beribdimi bizga bu imtihonni, demak nima uchun kerak? To'g'rimi? Hamma gap o'zimizda. Hayotimiz uchun biz javobgarmiz, o'zgalar emas. Charchadim deb tushkun holatda yashashdan osoni yo'q, lekin iztirobli vaziyat yuzaga kelganda depressiyaga tushmasdan qani buni o'rtada qanday xayr berarkin Robbim deb kutib, intilib va asosiysi ishonib yashasak, natijasini gumonimizga yarasha beradi. Ishoning.